Qaranglar, 2026-yil 01-20. Bugun 21-sana. Ofitsan rasmiy dillardan 503 millionga olingan BYD Scion 07 mashinasi eng full pozitsiyasi o'zi ikkita kelgan ekan. Bor yo'g'i narda grey rangidan tala-tala bo'lib kecha sotilgan ekan. Mashinani avtosalondan olib uyiga borgan Yunusobodga. Yunusoboddan Indexga haydab keldi. Mashina qizig'i 10 million arzoniga sotiladi. Ofitsan dillardan ham arzoniga akalar. 493 millionga bosib olsangiz bo'ladi. Imini bunaqa rangi hozir yo'q. Ikkita matolik eng fulli narda grey rangida yangi hamma komplektatsiyasi bor. 8 yilmi qancha garantiyasi bor. Tormoznoy sistemasi ham Brembo tormoznoy sistema, Michelin balonlarda. Mashina polniy full. 4,5 sekundda 100 ga chiqar ekan akalar. 543 km zapas xot. Mana orqalarini ham qaranglar. EV AVD. Oldi orqa tortadi. 4,5 sekundda 100 ga chiqadi. Bosib oringlar 10 million arzoniga. Tonirovka biron har nima bu narsasiga ishlataverasizlar. Zo'r narx.